Shu mana ko'p buni narsani serийный предприниматель deyiladi. Serийный предпринимательsiz. Sizda o'sha qanaqadir proyektlar o'xshamagan. Shu o'xshamaganda nima deydi? Muvaffaqiyatsizlik bo'lgandan keyin qanaqa qilib shu narsani bosib o'tasiz? Nima qilasiz? Qanaqa o'zingizni his qilasiz? Qanaqa bu narsadan boshidan yana boshlashga o'zingizni majburlaysizmi? Nima qilasiz? Shuni aytib bera olasizmi? Qanaqa bo'ladi? Masalan, yaxshi savol. Mendan bir shunaqa bir kurs qilishdi. Hasan Husamam Saidovlar muvaffaqiyatsizlik anaqasimi, nimadir degan shunaqa, ya'ni anaqalar fuck up storylar. Failure fuck up qilishdida. Bu to'g'ri so'z, ya'ni tag'in noto'g'ri tushunadi. Da. O'sha anaqalar muvaffaqiyatsizlik istoriyalarini gapirishdi. Men misol uchun unchalik muvaffaqiyatsizlik deb qaramayman-da. Masalan, biror bir loyiha bilan ham masalan nimadir tushdingizmi yo o'xshamadimi, bu opit. Men juda anaqa bunga opit deb qarayman. Bu faqat gapirish uchun emas, rostdan shunaqa boshidan shunaqangi bir uстановка qo'yib olganman-da. Va buni ozgina ba'zi siqilasiz, ba'zi o'ylaysiz. Masalan, bu anaqani razmeriga qarab siqilmaysiz, qanaqadir sizga qanchalik yaqinligiga qarab siqilasiz. Masalan, hozir o'sha narsani juda o'ylab xohlamadida, uni ko'proq siqilishingiz mumkin. Bilmadim, u kichkina mana shu to'yini olib ketyapsiz-da, hozir mana shu qo'yaman deyapsiz, sinib ketdi. Ya'ni bilmadim. Katta zavod qilmoqchisiz. $100,000, 50,000, $1 million yo'qotganingizdan ko'ra ko'proq siqilishingiz mumkin shu to'yiga-da masalanda, chunki bu sizga hozir juda yaqin anaqada. Narsa sal yuragingizdan uzoqroq bo'lishi mumkin, tushunasizmi? Chunki qanchalik bu anaqani shu muammoni yuragiga yaqin olish, uzoq olishga anaqada. Nima qilasiz mana? Aytaylik, to'yiga sinib ketdi. Juda ham yaxshi ko'rasiz shu to'yini. Endi bu narsa bittada bo'lmaydi, bu bir xilda protsesslar bilasizmi, cho'ziladi, uzoq cho'ziladi. Masalan, 6 oylik protsess bo'ladi, masalan. Accept, признать qilgisi kelmaydi odam, bilasizmi? Haligi уже oldindan 6 oy oldin bilasiz, bu o'layotganida. Shu yerda men ko'pincha qarayman, agar bilsam, что buni uzoq anaqa olib yurish yaxshi emasligini tez qirqaman. Unaqa anaqa ham yo'q, hesitant deydi, uyalib yurib, anaqa qilish kamda. Menda bor, ba'zi ozgina sabr qilaman-da, keyin bo'ldi deyman, taq kesaman masalan. O'rganishim kerak ekan, menga hech narsa yetmaydi. Ko'p yursam, bilaman, men o'zimga zarar, proyektga zarar, hech narsa bo'lmaydi. Men misol uchun открытый gaplashishni anaqa qilaman. Ochiq gaplash, masalan, xarakter men bo'lmayapti. Nima qilamiz? Yopish kerak, o'qilish kerak. Men masalan, anaqa qilmayman. Bir xil juda anaqa qiladi. Mana muvaffaqiyatsizlikni ko'rsa, masalan, o'xshamayapti, boshqalar ko'rsa, boshqalarning ko'zini oldida men obro'sizlantirdim deb ko'p переживать qiladi-da. Sizga so'z aytgim kelmayapti. Aytmay, unaqa aytolmaysiz. Nima o'ylasa o'ylasin deyman. Anaqa juda anaqa qilib, nima deydi, kimnidir ko'ziga qanaqadir anaqa yoqish uchun yoki o'ylamaslik uchun harakat qilgim kelmaydi. Menimcha kultura ham ozgina boshqacharoq. Misol uchun Amerikada bu failure normalniy, uni oldingi anaqa istoriyalarda failure bo'lsa, hamma normalniy qaraydi. Balki O'zbekiston ham, Rossiyada agar failure bo'lsa, o'zini anaqa qilgan ekan, o'xshamayapti deb gapirishi mumkin. Yo'da kultura ozgina boshqacharoq.